General, askarlaringiz qayerda? Ular vafot etdi. Har biri. Qanday? Buni qanday iloji bor o'zi? Devqomat samolarni ko'ra olmaydi deb o'ylagandik. Faqatgina oyoq ostini biladi deb o'ylardik. Aynan shuning uchun bamisoli yomg'ir kabi yuqoridan unga hujum qildik. Lekin xato qilibmiz. Devqomat ko'ra olmasa ham ortidagi narsani eshita olarkan. Shamol harakatini seza olarkan. Bizni mavjudligimizni his qila olarkan. Buni tushunganimdan keyin esa bari kech bo'ldi. Nimani ko'rdingiz, general? Ota-bobolarimiz aytgan o'sha buyuk qurol. O'zidan tok chiqaruvchi qurol. Katta chivin xudosi bilan ont ichamanki, bu iblisga bizni kuchimiz yetmaydi. Unda general, sizga yaxshi xabarim bor. Bizda yovuzlik ila dunyoga kelgan, devqomatni yo'q qilish uchun dunyoga kelgan yangi jangchi bor.